Birinchi variant 42-savol. Demak, bu masala 2024-yil 3-mart kuni bo'lgan milliy sertifikat testiga shunga o'xshash masala tushgan. Bu yerda men uni ozgina murakkablashtirilgan, rekonstruksiya qilingan variantini qo'yganman. Demak, e'tibor bering. Mollyuskalar chig'anog'ining rangi ikki juft genlar bilan belgilanadi. Ulardan A geni chig'anoqning qo'ng'ir rangini. Demak, A1 geni chig'anoqning qizil rangini, mana bu gen esa chig'anoqning oq rangda bo'lishini ta'minlaydi. Demak, tartibi mana shunday ketma-ketlikda ekan. Ya'ni katta A bu ikkoviga qaraganda dominant. A1 A2 ga qaraganda dominant. Barchasi uchun resessiv hisoblangan narsa esa bu A2 ekan. Bir-birini ustidan to'liq dominantlik qiladi. Demak, katta B geni ranglarni bir tekis taqsimlanishini ta'minlaydi. B1 geni chig'anoqda to'q rangli dog'larni, B2 esa bir necha qator chiziq bo'lishini ta'minlaydi. Xullas kalom, birinchi ishimiz bu belgilash, kiritib olish hisoblanadi. Demak, belgilashimiz aynan shunday ketma-ketlikda. Qo'ng'ir rang, qizil rang, oq rang. Demak, ranglar bir tekis taqsimlangan, demak, to'q dog'lari bo'ladi va bu yerda bir necha qator chiziqlari bo'lar ekan. Juda yaxshi. Ana endi ikkinchi qiladigan ishimiz chatishtirish. Ya'ni e'tibor bering, bizda nima berilyapti? Qo'ng'ir rangli bir necha qator to'q chiziqga ega mollyuska oq rangli to'q dog'larga ega mollyuska bilan chatishtirildi. Ota-ona organizm barcha belgisi bo'yicha gomozigota. Mana qo'ng'ir rangli to'q chiziqlarga ega. To'q chiziqlarga ega mollyuska bilan demak oq rangli to'q dog'larga ega B1 to'q dog'larga ega mollyuska chatishtirildi. Demak, bundan bitta mana bu gametani olamiz, bundan mana bu gametani olamiz. Chatishtirgan paytimizda F1 da barcha organizmlar xuddi shunday ko'rinishga ega bo'ladi. F1 avlod tahliliy chatishtirilishi natijasida. Bu degani, demak, F1 ni barcha belgisi bo'yicha resessiv gomozigota organizm bilan chatishtirishimiz kerak. Ya'ni mana bu barcha belgi bo'yicha resessiv gomozigota. Eng resessiv. Tak, chatishtiryapmiz. Mana bu F1 avlod. Mana hozir mana bu yerda chiqqan avlod. Xo'p, ana endi aynan bu genlar orasidagi masofa 30 marganitaga teng ekan. Ya'ni Krassingover ham uchrar ekan. Krassingover uchraganda ko'rishimiz mumkinki, mana B2 B1 edi, endi B1 bu tomonga o'tdi, B2 bu tomonga o'tdi. Ya'ni gomologik xromosoma qismlari almashdi. Ana endi bulardan gameta olsak, bundan bir xil gameta olamiz. Bundan mana ikkita gameta, mana bu birinchi gameta, mana bu esa ikkinchi gameta. Bundan ham ikkita gametani oldik. Endi chatishtiramiz. Demak, mana chatishtirdik. Aynan mana shunday ko'rinishdagi avlodni oldik. A savoliga e'tibor beramiz. Bekrosh chatishtirish natijasida olingan organizmlarning necha foizi tahliliy chatishtirishda ajralish bermaydi? Ya'ni mana shu hosil bo'lgan organizmlarning necha foiz tahliliy chatishtirishda ajralish bermaydi deyilyapti. Xo'p, biz avvalambor bu organizmlarning uchrash foizini aniqlasak. Demak, mana bu crossoverlar jam 30%, har biri 15% dan tushadi. No crossoverlarga esa 70% qoladi. Har biri 35% dan tushadi. Demak, keyingi tahliliy chatishtirishda ajralish bermasligi uchun u barcha genlari bo'yicha gomozigota bo'lishi kerak. Bunday genotip faqat mana shu yerda berilgan. Aynan mana shu organizm tahliliy chatishtirishda ajralish bermaydi.
Bu 15% ni tashkil qilyapti. A 15% ga teng ekan. B ni topamiz. Qo'ng'ir rangli bir necha qator to'q chiziqqa ega mollyuskalar soni qo'ng'ir rangli to'q dog'larga ega mollyuskalar sonidan nechtaga farq qiladi? Demak, mana bu qo'ng'ir rangli bir necha qator to'q chiziqqa ega mollyuska. Mana bu esa qo'ng'ir rangli to'q dog'li mollyuska. Farqini ko'rib o'tsak. Demak, 200 ta organizmdan 35% nechdan tashkil qiladi? 200 ko'paytirilgan 0.35 70 ta. Demak, qo'ng'ir rangli bir necha qator to'q chiziqqa ega mollyuska soni 70 ta ekan. Qo'ng'ir rangli to'q dog'larga ega mollyuska soni esa, demak, 200 ni ko'paytiramiz 0.15 ga 30 ta ekan. Shuni farqi so'ralgan. Demak, 70 dan 30 ni ayiraveramiz 40. Demak, qo'ng'ir rangli bir necha qator to'q chiziqli dog'ga ega bilan qo'ng'ir rangli to'q dog'ga ega organizmlarning farqi 40 taga teng ekan. Xo'p, C savolda qo'ng'ir rangli to'q dog'larga ega organizmlar soni so'ralyapti. Ya'ni mana bu qo'ng'ir rangli to'q dog'larga ega organizmlar 15%. 200 ning 15% 30 ta edi. Demak, B 40, C 30 taga teng ekan. D variant bir nechta to'q chiziqlarga ega organizmlarning necha foizi oq rangli bo'ladi? Demak, mana bu to'q chiziqga ega, mana bu to'q chiziqga ega. Necha foizi oq rangli bo'ladi deyilyapti. E'tibor beramiz. Chiziqli organizmlar 100% deb olsak, 100% deb olsak chiziqli organizmlarni, o'sha to'q chiziqga ega organizmni 70% crossoverga 30% crossoverda turibdi. O'ylashingiz mumkin, buni 15% deb hisoblab ketishim kerak emasmi deb. Yo'q, bunday emas. Agarda bizda umumiy organizmlarning necha foiz deganda 15% deb ketsangiz bo'lardi. Lekin bizda to'q chiziqli organizmlarning, bir nechta to'q chiziqlarga ega organizmlarni. Unaqa organizm mana bitta bu yerda bor, bitta mana bu yerda bor. Tushunyapsizmi? U crossoverdan 70% ni, crossoverdan esa 30% ni tashkil qiladi. Shuning uchun ham D savolining javobi 30% ga teng bo'ladi. Va ana endi bizda fenotipik guruhlar so'ralgan. Demak, mana bu qo'ng'ir rangli to'q chiziqga ega, bu esa oq rangli to'q dog'larga ega, bu qo'ng'ir rangli to'q dog'larga ega, bu esa oq rangli bir necha qator to'q chiziqga ega. Demak, 4 xil fenotipik forma hosil bo'ldi. To'g'ri javob 4 xil. Shu bilan bu masalamizning yechimi o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.